Alamet çay, alamet çay. Mollu Zeydin seley çakan. Çayxana kirmeli abi. Samkamdan çakçakları. Hamşey oludu. Mollu Zeydin seley çakan. Samkamdan Rasteysi. çakçakları. Assalamu alaikum çayxanamızın aziz mehmanları, kalp törümüzün nurani çolpanları, şah sultanları, didar ganimet. Cem bolganda şerin söz, izhar ganimet. Rahmet. Çayxanamızda her vakit dosyar ganimet. Ve bu çay iç görenmeydi? Oy biz gepni qilaverib qo'yarasiz. Bu savirdan bu qiziq shivakina bunun bu otan terip ekilip çay kaynatı otam diye bir yerden. Ay alamet çay mana Ana, keldi. vaqira kirdi ya mana. Ay arandan gen çay, ma keçikip kalgan çay, alamet çay, karamet çay. Ma bay hocamla buyrutkan çay, kak aptapta kurutkan çay, işkellergi yakkan çay, şemişerde satkan çay, şemişerden kegice maymak tögüge atkan çay, maymak tögü atalmay 70 yerden tatkan çay. Aknavatta patlagan tört bulununu katlagan çay, mana alamet çay geldi. Karamet çay. İsel ufkam, isel. Ya onu deyimiz, bunu deyimiz, abdığın ufkam. Bu savirden ufkamdan bak o. Bu çayxana ahliga mehr muhabbeti bacıma. Ya uğo şu aka, lekin bu qiziq shivakenda bu mehmonlarni liqqiri çayxanaga boshlab qo'yib, jangal qilib otan terib. Jangaldık otan, ma çayını var o karanlam, ma jürükümüzdeki otu kayın temizleyme ma jürükümüzdeki otta. He. Manda deb qo'y. Çaysın la, çaysın Gapning rostini qilsak, hamda sahibxonaga mehmonlardan burun kelish kerak bo'lmasa sektorda. Bo'ptilar. Bu bir qitim kechirtaylar. Apuchallik degan yaxshi-ku. Bu apuchallik degan bizning ajdodlarimiz qolgan yaxshi fazilat, bu miras bu. Shundaqmi? Şundak. Ustozga yana ustozda mantiqi hozir Odil bu aka bu nimanda kichik keladi. Buni bugun bir jazodan bilan berib qo'yamdiq ya deb men mani umid qilib turibsam, mana qarangsiz. Yana kechirish. Mehmanlarga şu çayını isil demleymen deb 2 minut kechikib qoldim. Endi apo qilib o'tinglar. Evet, apo qo'ytinglar sizlar. Qadamda çayxana ahli apo qilib o'tganki bizda amal yo'q. Ham inson deganda ancha-muncha savallik bo'lib turdi. Apo qilib o'taylikmi? Vay. Rahmat. Tegidi mana. Mushunchilik ish qo'yib. Şu akında qarasak mehmonlarning chiroyida mana kulki tabassumlar bilan savirdinning bu chinimi sig'inib qolgandek qilib turdi necha vaqtdan beri. Rahmat Mötvaraka. Alamet isil gap bo'ldi. Hey, bugün çayxanamızda deymen, muşu apoçallıqның muşu turmuşumuzdaki kıymeti, ahmiyeti to'g'risida bir isil paranglar bo'lsa, menimcha tozi yaxshi bo'lamdiki deyman. Apoçallıqni gap chiqib qoldi emasmi? Qanday dedi Mötvaraka? Yaxshi gap qilding. Bugun mana çayxonamizga bizning diyorimizdagi g'olliq jurnallarning biri bo'lgan Tarim jurnalining muharriri, bizningki shoirimiz, madaniyat tadqiqotchimiz Seydi Qasim efendim o qadam tashrif qildi. Oy mana. Qarshi olaylik. Xo'sh, nimish qilgan bu apuchallik degan ajoyib bir zo'r bir qurilishchi. Bir mush to'g'riliq qo'yni qassob so'ysin degandek bizning tadqiqotchimiz mush to'g'rilab 2 ig'il so'zlab bersin, bir anglab qolsa qanday? İsil. Assalamu ko'ramanlar. Her qaysiңlarning mushu xayrlik vaqtiga gullar chachqi bo'lg'ay. Ajdodlarimiz tarixda ajoyib isil ma'naviy miroslarni yaratgan. Suv bermaganga sut ber, toshni chayni qilib bo'lmasa so'ygulik deganga o'xshash nurg'un hikmatlar qoldirilgan. Xalqiy adabiyotdagi bir qism rivoyat, cho'chak qissalardimi mushu kang qo'saq apuchan bo'lish to'g'risida nurg'un bayonlar bor. Olim adiblarninki, faylasuflarninki aqli javharlardan yakilgan hikmat durdanlari ota-ona nasihatlarining hammasida mushu kang qo'saqliq apuchan bo'lish nihoyat ko'p tilga ilindi. Kang qo'saqliq apuchan bo'lish odatda kichik jihatdan aytganda boshqalarning san haqida qilgan usak so'zlari yoki g'ayvat shikoyatlarini kechirib o'tishdan cho'ng jihatda ba'zi foyda manfaat masalalarida kang qo'saq apuchan bo'lishni ko'rsatdi. Kang qo'saq apuchanlik insoniy xislatlarning muhim tarkibi.
odatda bir kishining kang qursoq apuchan ekanligi yoki emasligiga qarab shu kishining qarni ko'ksining kang yoki tor ekanligini yana shu kishining insoniy fazilatining yaxshi yomonligini ma'lum jihatda tushungili bo'ladi. Kang qursoqlik apuchanlik kishilik munosabatdagi yiriklikni, azorlikni tugitib, inoqlikni ilgari surdi. Kang qursoqlik apuchanlik bir xil ma'naviy go'zallik. Kang qursoq apuchanlik yana o'z navbatida shu sog'lom ruhiy va jismoniy sog'lomlikning eng yaxshi dorisi. Endi mening qarashimda har qanday bir odam oila, ish o'rni, shu jamiyatdan iborat shu uch bo'lim ichida yashaydi ekanmiz. Endi bu jarayonda kishilarningki madaniyat saposi, bilim qurilmasi, turmush shakli, yashash usuli, dunyo qarashi, qimmat qarashining o'xshamasligiga asosan kishilar o'tirisida ba'zi bir tabiiy holda ba'zi o'xshamaslik, savalliklarning ko'rilib turganligi hammamizga ayon. Endi biz bunday ahvolda har qanday shunday murakkab ziddiyatli ishlarga uchraganda eng yaxshisi buni kang qursoqlik, apuchanlik bilan o'tkazib o'tishimizga to'g'ri keladi. Endi bu kang qursoq apuchanlik bilan qilganlik qandaqdir bu ojizlik yoki qo'rqinchoqlikning ifodasi emas. Balkim ba'zilarda masalan ba'zi ishlarni biz kechirim qilsak, mayli kang qursoq bo'ldi desak hamda buni nima qilmay, mendan qo'rqdi, ojizgan deb hisoblab qilishi mumkin. Bu gerçi shu qarshi taraf ayda qarab qolsin odamni, lekin kang qursoq apuchan bo'lgan odam u odamiy xislat jihatda uni yenggan bo'ldi. Jahonda olim bo'lishdimi, odam bo'lish tez. Endi odam bo'lishninki muhim shartining ichida shu apuchan kang qursoqlik nihoyatda muhim o'rin tutadi. Apuchanlikmi kishilik hayotdagi eng zo'r shon-sharaf. Ko'ngilda bunda bir so'z bor. Bir oilani saqlab qolish, bir xalqni saqlab qolishdan ta'sir etgan hikmat bor. Endi bir oilani saqlab qolish uchun cho'qim shu har ikki taraf kang qursoq apuchan bo'lganda buni saqlab qoldi. Endi buning uchun ham chidashga to'g'ri keldi. Chidashning izimi kang qursoqlik apuchanlikning yo'lini ochganlik. Shunga kang qursoq apuchan kishi odamga chiroyli ko'rindi, yaxshi ta'sir qoldirdi, kunlar xushal quram etdi. Biz mayli o'zaro bo'layli, qarindosh millatlar aro bo'layli, yoki qanday kishi bo'lishimizdan qat'iy nazar cho'qim kang qursoq apuchanlikni kundalik turmushimizdagi bir xil odatga, shu kang qursoq apuchan bo'lishni, shu odimiy xislatimizni, odimiyligimizni chaqnatadigan yulduzga aylantirishimizga to'g'ri keldi. Men oxirida so'zimni bunday ikki so'z bilan oxirlashtirishni loyiq topdim. O'limdak bir katta ibrat oldida kishilardan og'rinish ne hojat? Yaxshilikqa yaxshilik har kishining ishidir, yomonlikqa yaxshilik har kishining ishidir. Acayip. Hikmet. Rahmat. Adil aka. Xo'sh. Yuqorida mana Matsayid Matqasim efendim o'zining shu apuchanlik, kang qursoqlik to'g'risida o'zining ko'z qarashlarini, tushunchalarini so'zlab o'tdi. Endi bugun choyxonamizga yana alohida qadam tashrif qilgan, tanilgan yosh yozuvchi, xattot Muhammad İbrahim efendim qadam tashrif qilibdi. Ikki qiz bir yurak so'zini, paranglarini bir anglab baqmandik. Bo'ldi, anglayli. Bo'ldi, anglayli. Assalomu alaykum. Ustozlar nihoyatda yuqorida pek yaxshi so'zlab berdi. Bu apuchanlik, kang qursoqlik hammamiz biladigan, ammo amal qilinmay kelayotgan masala. Bu nima degan chaqda biz o'zimizningki xarakterdan hol qilmayotgan, shu kang qursoqlikqa va apuchanlikqa yetolmayotgan masala. Men apuchanlikni bundaq bir qisqa bir qancha nuqtaga jamlab so'zlay. Birisi shu hozir birinchi apuchanlikni ishiltirgan o'rnimiz oila. Tekshirishlarga qaragan chaqda ko'pincha er ayollar o'tirsidagi ziddiyat va apuchanlik, kang qursoqlik shundaqla o'zaro yo'l qo'yishninki nihoyat kamligidan bo'layotgan bir masala tufayli bizning nurg'un bolalarimiz yetim, xoruzar bo'lyapti. Shuning buni cho'qim biz oilada avval oila yetildirishimiz kerak. Erlar erga xos kang qursoqligi va mardonaligi bilan oilada o'zini namoyon qilish kerak. Ayollarimiz ayollarga xos mehribonlik bilan, ilmiy muloyimlik bilan oilani yetaklab yurishimiz kerak. Mushun ikki narsa almashib bir-birini to'liqlab olgan chaqda bu oilalar yaxshi bo'ladi. Kang qursoqlik va apuchanlik dal birinchi bo'lib mushu bizningki oilalarimizda o'z ifodasini topsa, buning unumi
rayonimizda bek yaxshi bo'ldi. Ikkinchisi xizmat masalalarida. Odatda har qaysilarimizning xizmat o'rinlari bor, o'zaro yo'l qo'yish hamda insonningki ba'zi bir xususiyatlari, xarakteri tufayli bir odamningki hamma odamning ko'nglidagi ish qilib bo'lishi natayin. Mushundaq bir vaqtlarda bizning ko'nglimizga tekkidek yoki bilib bilmay shunday bir xatolikni o'tkazib qolgan vaqtida uningga yo'l qo'yish va afv qilish. Biz qancha keng qo'saq bo'lgan sari kishilar bizni borgan sari hurmatlaydigan bo'ladi. Chunki keng qo'saq ichi keng odamlarning chiroyi nurliq bo'ladi, kishiga go'zal ko'rinadi. Üçüncüsü odatda shu jamiyat masalalari kelgan vaqtimizda psixik masalalarda, psixologiya sohasida keng qo'saq apochan odamlar aldirib kasal olmaydi. Psixikasi benormal olmaydi. Ular psixologiyadan dars o'tishning hojati yo'q. Kasal, xafaliq, ranji g'urbat degan narsalar odamning ichi torligidan va hasad chidamaslikdan bo'lib kelgan narsa. Undaq bo'lgandan keyin odam qanchaki kengri ozod bo'lsa, boshqalarga yo'l qo'yishni o'rgansa, bu odam kasal olmaydi. Hem uzun yaşaydı. Rahmet. Aman esil gaplar bulunmadı cuma çayxanamda. Şu Muhammed İbrahim efendim bayatın biri şunda özünün yürek sözlerini sözləvatqan te qarsam Adlakam şu bir xiyalla kilovatdaka. Men mundaq bir hikoya anlagan. Birisi bir to'qi boqir deganda, bir necha to'qin hamda bir turmushda ancha-muncha bir beqab buni beytib ancha-muncha so'yib yeb, tuxumini yeb, munda bir jondochilik qilay deb ishchan odam ekan, bir hovlisida to'qilarni boqir ekan. Nayt obdan samri ekan to'qilar. Kunlarning o'tishi bilan bu to'qilar birdan ozayishga boshlar ekanda. Voy, boshda sal bilinmaydigan bir narsa yutib kelsa. Bu ozayotdamdi bu, ajab deb qarasa, ikkinchisi yana yo'qaydi ekan. Üçüncüsü yani semagelleri yo'qolgan turdi ekanda. Bu izlaydi ekan bu odam. Ajab bir yo'qolib ketdi, bu ezib bir yoqqa ketib boramdi deb qarasa, hech undaq bir shapim yo'q. Endi qo'shnisining eshigida qarab qoldi ekanda. Hey, to'xtabdi. Beka-bekadan gumon qilmayman qo'shnimni. Hech qanday asosim bo'lmasa, nima gumon qilinman undan deb yana o'zining ishini qildi ekan. Kunlarning birida talodan kirib olsa, o udul qo'shnisining balisi şu adam o'zi boqqan to'qining paylarini bir xaltiqsab talaga chiqdi, axlat sanduq tashlayotganini ko'rib qoldi ekanda. Ko'rib qilib doq qarasa, shu o'zi boqqan to'qilarning rang paylarida bilan bu to'qini deb gapni boshlab qo'ydi, vuduq ketdi ekan bu bola. Vuduq ketgandikilar to'xtabdi. Gap qilmasam bo'ladi deb qo'shnam. Ammo gap qilmasam bu yamash davomlashadi. Men texib gunohkor bo'ldim. Shuning uchun men kiray. Chunki meni qo'shnim do'stlar tuqunimda azizda qo'shnim degan shundaq. Ishinchi kirsa odam yotgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana to'qib boqqandim qarsam kundan kuniga ozyapti-da. Ammo men qo'lim xushlarni gumon qilishga jur'at qilamadim, asosim yo'q. Lekin bugün qarsam o'g'limiz mana mening to'qlarimning paylarini talab ochiq turibdi. Mana ustalda to'qning go'shti turibdi. Deyishgil xudoqib ketgan xo'sh. Aytdi be'ab bo'lib shundaq. Uyg'ur tebabitiga borsam, mening keslim eg'irlashib qopti. Kunda bir to'qining sho'rpasini ichib bersam foyda qildi degan. Mana bir o'zimning turmush qiyinchiligimning asosida bir amal qilaman, qarsam sizning to'qiyingiz bor ekan. Mushnamda amalsiz mushna kunda birini akirib yeb qoldi. Aziz qarindishim, biz qo'shna tuqqandimi chari. Bu jiroqdagi tuqqandan yaqinki qo'shna biz hammadan chari bo'ldi. Mening to'g'am sizning to'qingiz. Sizningki meningki. Elbette demey iş bu bir edepsizlik. Eğer lazım olsa desiniz mamda. Siz özünüz bunu uğurluk çekirip kündü birini soyukça, ben kündü sizge işkini soyup şorpusuna kirip vermemdim. Depti. Bu adam nakti közü yaşılıp, bu adamı kucaklap, jağlap gitti. Demek,
Bu adam intan keng qo'saqlik bilan kechirdi qo'shnisini. Chunki to'qini so'yab yuz tugaydi. Qo'shni ba'da mavjud. Qo'lim qo'shni degan bak muhimchi. Chunki hayotimizning qarshi tarafida yashayotgan odamchi u. Bu hayotimizning qarshi tarafidagi odamga ahamiyat bermasak ziyon tortamiz. Demek ki bayatın ustazın gibidən keng qo'saqlikga mushunaq muhim narsa. Bu bir adamning ruhiy holatiga, ideologiyasiga munosabatlik narsa. Bir adamni qoyil qilmoq, uni bir pul bilan, tayoq bilan, besim bilan, diktatorlar bir adamni qoyil qilgani bo'lmaydi-ku ba'zilar. Adamning ruhi egilmigicha, adamning beli egilib ketgani o bir baribirchi. Shuning haqiqat egilib sunmaydigan yerlar shu. Bir şiir vatı. Köngül bostanıga jahan sığıdı. Jahan turmak hatta asman sığıdı. Mubada reşik haset kaplasa bunu teriknin kasırkı mı aran sığıdı deydigan. Şu yadı bu. Vay rahmet. Vay ben neçe vaktin beri şu kuygan demdigen çaylarımdan maqtınıp yürütüme. Ma bugün ma deyilgen hikaye, ma esil gepler, mana haqiqi maqtınışqa arzigide gepler eken emas ma. Ya acayip esil gap qilding Jumadaş. Rahmet. Köksqanını keng qilib ichaq uyda. Köksqanımni keng tutib ben şiir okuyman. Anda bo'lganken aziz mehmonlar. Bugun shu çayxonamizda acayip esil durdallarni angladik. Esil ko'ngil so'zlarini angladik keng qo'saq bo'lish to'g'risida. Endi men savirdan ishkimizmi bo'sh kelmay bir ikki shingildan qo'shaq o'qib baqsaq, ashuni bir anglab baqsanglar, yaraga yerlarga chavak chap baqsanglar qanday bo'lar? Bapta ishqinglarning she'rini biz Köksqanimizni keng qilib bir anglatdilar. Men şiir qo'shaq o'qamasam, men sana qo'shaq. Vay adaş bu o'tganda qo'shaq cho'p ketding qo'sammi? Ishni bo'lmay tang Turib, o'qiymiz. işte bu emas, kunlarda işte o'qilmay, teatr o'qib. Mening ismim Paltaxon. Deppesinmi bilmaysiz. Bir chiroyli ko'rishdik, qani choyga kelmamsiz. Voy she'r. Sharifcha jimaras. Sevirden. Kaş kalmagan bişimga. Birden qarab olturum. Taqab qo'yib opponi bekavganda qaytirum. Berey men sizga qiziq parangla. Qaramamsiz qish kelib to'nglab ketdi barangla. Var geldi va? Son keldi. To deyman odamlar. Agar qiziq bo'larkan, yetib uxlab uyg'onsa, ikki futlab mang'arkan. Oy, qiziq oldu. Qo'shaq nereden keladi deydi. To, qiziq oldu gida. 5 yil baqqan mushugim qo'g'livetsam ketmedi. Mötülerinin sakılı hiçbir yerge yetmedi. Ey! Dedim ama. Satarmanlar nima uchun? Adab axloq satmaydi. Qushlar nechun daraxtda ko'p silib yotmaydi? Biz be keng qo'saqlik bilan boshqasini doktorxonaga olib baqamda. Dehqon tag'am etizga. Pul terisi bulmamdı. Şiir yazmayı şairla gül terisi bulmamdı. Estağfurullah. Men go hergiz lag'manga şeker silib yemayman. Uxlab qilib kechida duttar chilib yurmayman. Ey, nim deydigan ma, ya ishqinglar nim bo'ldinglar bizga? Nim bilimman. Atiga qopsam o'shta qopdim. Akşam kechida beshim shu karvatdan sangilab uxlab qopti ekanman, tushimda cho'mish o'qibdiman. Ya bu gap bilan aytishmaymiz, qo'shaq bilan qo'shaq. Ahvol qararda ishqinglarga tunigan so'g'it tutdi. So'g'it ketdi, ses ochdi. So'g'ildi ishqinglarni. Ismongga desa, unmay mashinani tushirib biz mashina to'qashlab minglar deb men bizni so'g'ib. Mashqni so'g'ish ketdi. Ha, Iyiqmi maylash kerak mashqni. Şiiri cevherlerim işip ketip barda bulunla çakan. Bu ne şu şiirsman desek yaxshi oldu ekan. Yiqila, yana bormi? Ba. Anlasam siz erkini yürüydi siz aldıraş. Çayxonamizga kelib ketding, do'st yarallar qo'sh bosh. Tak tıkka keltirip
Koşak kattım siz üçün. Kül kitapsa çekiliniz, hoşallıktır biz üçün. Rahmet. Bak. Vay men bu çayını sizlerinin samavarda kaynayıp gitsem sizlerinki koşaklarını kaynayıp Vay artık kaynamayı bulamız Reis'laka. Şu Yaraysılar, adlaka. yaraysılar. Onun üstüne bugün çayxanamızga mana bir-biridan isil mehmanlar kelip, acayip katta paranlar buluvasa, çayxanamız maşında elbette kaynaydı, çaq-çaq emas. Hatta Sevirdi'nin kolundaki çaynakdaki çay mı bizim çaq-çaqlar kaynaydı aka. Özü sezmey jüriydi hazır. Bundakin deyman şu samavarda kaynatmayma şu külki çakçak bilen koşakladı kaynasa kolam dike deyim. Anam bek kaynadı kavuşan. Küme gaz kısat buldu da. Kısat uludu. Adlaka çayxanımızga şu aziz mehman süpütüde bizden golcu diyarıdın mı şu Emrecan Muhammedcan mı kep kaptı. Elinin nakşilerden birini anlandık. Anla bakalım dok. Anlayla. Hoş gene. Kakkuklar kilip ay kondu Yar yar yaşargan tireklerge Yar yar yaşargan tireklerge Men yarını körüp yedim ay gülüm bunca Ay yar ey ot gitti yüreklerge Men yarını körüp yedim ay gülüm bunca Ay yar ey ot gitti yüreğimge Kakkuk aşığı ay Zeynep Yar yar ey bir bağda ya bir atağda Yar yar ey bir bağda ya bir ay sayda Kakkuk sayırgan çağda ey gülüm gonca Ay yar ey men yarim bilen bağda Kakkuk sayırgan çağda ey gülüm gonca Ay yar ey men yarim bilen ey bağda Men yarim bilen ey bağda Sevirdin adaş közdek misin cuma mana. Duttanım şunda peş çaltken sevmezme. Bolup mu ili xalq naqşlarga. İçimde bekçili bitimem. Ya bugün teşini çıkardın sen. Yaxşı oldu. Muşu Nägikli qarasangmı yegenlik ösü, yep bakısı, degenlik ösü, dep bakısı kildiği adamlar köp gelmesmi? Bugün bizde ma çayxanamızga, mana YBK'ni özünüz körep turupsiz, alayda Guljidan qadam teşrif qildi. YBK'ni bir neçin dep bakmısınmı? Albatta shunda bo'ldi, shunda qilamdi. Maşı kichigidin tartiblan o'g'irlik qilib o'rganib qolgan bir odam bor ekan. 60lar kirganda o'g'irlik qildi ekanda.
Bu qo'shnisining bir cho'ng beg'u aka shuni kirib o'g'lab qiqiyotganki odam chidamay uraydi cho'ng odamni. Saqchiga davo qildi. Shon saqchini bir cho'ng odamni nima qilamiz? Qo'qitib qo'yil deb opirib ishkin solab qo'yinglar buni. Deb saqchi opirib ishkin solab qo'yibdi. Solab qo'ygandan keyin so'jangda aytganda ishkin bo'lib ketdi odam. Bir ish bo'lib qolmasa qo'yitinglar, qo'qitib qo'yitinglar. Debki ishki saqchi kirib, cho'ng dada sizni aytishdan keyin dag'asimiz nima talablari bor? Debki adam chattiqdek ish ko'rgan adamga boshqa gapim yo'q jinim fikrim. Sizlarga bir nasihatim bor. Mush bo'ynimda olsanglar yomon g'izg'im keldi, belimda esib boqqamsizlar degidek. Chashim chaqchaq o'ynamdik ya. Chashim chaqchaq o'ynalsak, Allah. Simonda qo'ygandek o'tirdi deyman. Abi yenandik cho'ng odam qo'saq ochmayapsizmi? Ya bu cho'ng odamdek bek deb ketmaydi, bir ish qo'ydi. Da yerimlarni akirib chaynab bersam yapaqamsiz. Yomon jugashga bo'ldi, mixta o'tirgandek jimmidan. Yomon jugash. Ya, burtu odamni qo'rqotamsiz ya ikimizdan. Nima do'mayotga debchi? Bir bong choplashib oldim deb. Bakımızın demse? Ha. Ya akimizning Raus burtdak qildi, lekin ma akimizning faqat burt o'qmaydi. Chech tozib eshak choplashib yig'ilib qoldi-da buni. Bu ko'n qush emasmi bu, Ko'n qush. Ya qiri çay içkeş. O uyda yatmaydi, ko'n g'azug'anchi, shu g'uljida do'st yotadi ma. Rasundama Nasılsan? Oy. Ana. men kunda do'st Nimdaydi o? tuxumtirma deydi. Ama Ha? men qachon ketmay g'uljiga meni mashinaning to'piga chigib qo'yinglar, menga deydi. Ha. Ya avtobusni ichig samonlar men deydi. Jerman to'lab ketmay, tartim to'xtamaydi deydi. Nimdeyden de. Saat 1:20 bo'lay dedi, men donchashmamsizlar deydi. Alamet geldi. Men qarchaylan to'kib etmanglar. Ko'ndas quyib turinglar, bir cho'mlib olay deydi. Qiziq quyma menga deydi. Tumshug'im qo'rilib qolsa birnim yalamayman deydi. Yok. Qansamay quysa ol menga deydi. Hayvonlar ishi tanlab bo'lib ketma deydi. Ha, nim? Yeniço. Onun ustiga bizda. Bu. Tanlab bo'lib ketsa, men yidovsi mamaydi, peynon tishida men sirka quyib ichib olay deydi. Ha. Yani nimdeydi o? Tohu ki. Tohu. Şu men umdarak bir uğya sapasanglar bir onun beşini tuğuyulup ketib olsam deydi. Ay tuxumni setib çayxonadan pulini to'lab olsam deydi. Ha, tohu'nun yani cık kepleri badak durdu cuma. Ha. Tercim kılamadım. Mana. Nimdeydi o? Bu hamda deydi, men keginim bir hafta bo'lib qoldi. Manda bir chaylan qilib, men g'o'razlan chaqirib bermamcha deydi. Yani cık kepleri var akşadı. Ya tilini bilgeçke ben Nurgun gepini falan neç güne fıkamagan gepini var koy biz. Bilirsen men o'ylanmay uzun yil hayvon boqqanimni. Ama gayet ondan buldu da. Tilini bilme. Tohu'nun yani nemi deydiğen geplerini bir ondan anlamamızsak ketip qaz çatak çıktı. Yani ha? Oy nakış yok. Nimdeydi ha?
Azada Yavuz tug'ib deydi. İşte saraydı bulaçı. Çın kalganda işte saraydı. Çın kalganda. Bu yetip ne bulsa örtüs bulmayıcı. Yay şu şekil kiti demez bu. Kalk ki bu. Bu Sen hadi bana çıkar. daraxtın uçida bu hazır. Peskə qarab bir soskudek birdim köydey bu. Azırak bir meynetim yavasa hoş alıp gitüçü bu. Kanın tepesinde körü kaptı da. Kanın tepede bir küçük balın soskısını köydey beşin. Rezin kosum yavur demesin bunu. Bu vaklanın tınını bilsek sana. Apıs küçük et yakşaydı da bunu. Şunda açık vağı bu vaknınki. Bir emgis kepti. Anız kemiz jığlar ama. Jığlar. Tege ölüp gitti tege. He? Tege ölüp gitti çın kılıp jığılığını kargı. Valla kodaklarımız hem de bununki. Bunun kaşı kozamıza kısı bolmaydı da bunun. Yerim kışını kıstık koysa olamdı ki. Tege ölüp gitti aşın çın kılıp gitti balcı. Bu. Bu semavarın çörçük çoğunu çoklap aldım değil mi? Yama endiki doğdayım. Çok yavaldı abi. Sabahlarda yeni tükepmiş Çörçük çok var. külünün işini bilmeye yavaldı bu. Şunu toxu ke bu. Kırıkladı ba toxu kedi. Kırıkladı. Kesel. Yani otururken aş köp kütüğünümüş balı soğuşaydım abi. Bunu 5 feet köket ettim anca. Ben ciddi halatda bir yumur so'zlab beray sizlarga, ha? Chaqaroq o'tiringlar, uchib qolmanglar yana. Ishtik mangmanchi. Dahshat aldirash yuradigan bir odam bor ekanda, aldirashli yurdi ekan, hech qanday ish qilmaydi ekan. Shundoq aldirash yurdi ekan. Assalomu alaykum deb o'quvchilar, ketib qoldi ekan. Va alaykum assalom deb o'tib qolsizlar. Shundoq aldirash ketib berib bir oshxona kirib, jo'zni go'mdirib, "Mening tamoqim zot qachon chiqdi?" Mening tamoqim zot qachon chiqdi desa, oshxonada ishlayotgan fuyama dahshat aldirashga. U odamdan o'ta aldirashganda, "Mana tamoqingiz chiqdi" deb jo'zga to'kib yetibdi, chinni yumsam bo'lmaydi deb kirib. Yıllık adamның oshxonada o'lvog'ida chiqib kelibdi. "Oy, bu oshxona tomoq yegan kirgsam, ajab o'lvog'ida kishulda" deb uy beribdi-ku, xotinim dahshat aldirashga. Ya qara bir oshxona tomoq yegan kirgandim, o'lvog'ida kishulda deysiz, ayolim dahshat aldirash bo'lgan ekan. "Voy, turib turing, siz o'lvog'cha ay tegib olay" deb aygir tegib olibdi. O xotinning tegib olgan yerime dahshat aldirashga shukudiki tug'bida deb qo'yib yetibdi. İki bayvatçı bir oshxonaga kirib, tomoqni burit qo'yib, tomoq chiqishdan burun jo'zning tepida shunda chiroyli loz bor ekanda taqsida. Loz bo'lgandan keyin bir bayvatçı lozni yeb, og'zi bak etishib ketibdi. Etishib ketgandan keyin to'g'risi qarab, osmon qarab shunda yig'lab ketganda, yig'lab ketgandan keyin o bayvatçı, "Adash, nima bo'ldinglar?" deysiz. "Va gap qilmanglar, adash, momamni aslab" degandan keyin uningmi lozigiz kelib qolibdi. Lozni umi bir qo'shoq yeb, shunda ichib ketdi-da, onun geli. Umi to'g'risi qarab, yig'ilsa adash, "Ya nima bo'ldinglar adash, sizlar yig'lab ketdinglar" deysiz. "Men shu sizlarning momanglarni aslab" degan. Bizning yezda hamda televizorlar to'lib chiqmay, yo'g'on yog'ochlardan chiqib tiklab, chelaklarni isib qo'ydigan, jalibolarni isib qo'ydigan bir ishlar va televizorlar shunda o'chib chiqdi-da. Bir kun aka televizor buzilib qolibdi, bir o'ngshab pasangsa, ma'qul deb chang'zni tishlab ochib chelakni isib qo'yibdi-ku, 12-chi kanal degan shundoq o'chiq chiqib ketdi. Az kundan keyin bo'ron chiqib o'rilib tushdi. Aka yana bir o'ngshapagina buzilib qoldi desam, ma'qul deb o'rilib tushgan chang'zni tishlab uchiq ochib qasqanni isib qo'yibdi-ku, 12-chi kanalni shundoq ichirdik, 13-chi kanaldan manti degan to'kilib ketdi yerga. Oy rahmat. Ama şunda kızıtıb etdinglar cima, çayxanani o't chiqirib etdinglar. Rahmat sizlarga. Ajoyib bo'ldi cima. Qumchugimga çay qo'ysam, qaynab ketdi viliqlab. Yumur essam kulmaysan, kuldiraymi g'idiqlab.
Yo'q, qo'y, nim bo'lib ketding, ey? Hatlab. Mushkma. Ayolim. Oyalimda. Voy, nima bu kuyog'ing, ey? Ey, nima bu? Aldıraçlıkta ödür jürem çıkan. Qechib chiqibsa degina. Qo'llab chiqaratdim. Sala. Nim bo'lganding? Qara bu Fransiyani bir atrog'an degina. Ey, 2 yil bo'ldi ishiltib bulamı diye qarab. qimmat pulli qatar. 2 yil ishiltib bilamdi deng. O tejashchanlik obdan xotin-ka o. Ya sen tushunmading? Bu attir tugay degan vaqtda men o'g'irlikcha chiqib ustiga suvoq suv quyib liqlab qo'ydim. Opren, aqling bir qallam. Mushni o'latib. Chapinamni kiyab oldim. Nega? Uyga gapirib qo'y. Yarashtirib qo'y. Mumkin emas, yarashmaydi. Basaq baribir ishim ichmaydi. İçmemedim. O içip berdi o, Kadircan bile. İçmemedim. Menba. Ha? Ayağın avazını tanıyordu. İşini içip berdi. Ha? Ha? İnşallah kınadı. Elim sabiyada. Aleykümselam. Bana ögüz işkepte ülkap paska çüyte. Ha? Ögüz işkepte ülkapta paska çüyet. Qani qaning babto? Ögüzde işkepte ülkapta paska çüyet. Qani qani babto? Ögüzde işki kepte ülkapta paska çüyet. Ha, ögüz şirkette ülü kaptı. Açıp oldum. Yağan yapmam. Hemen Mustafa'mda. Kadika öyle kaptı da. Xudoga shukr. Bilmabdi. Sen müsü toqamsan? Ha? Talog'ning beshinchi kun oldi. Bir xil qayzi turki. Qaysi turdiki? Ha? Talog'ni qancha yeyishni uqamsan, uqamsan? Yumshachi gidandi? Mushta chiydig'andu? Ha? Rost uqmamsan? Rost uqmaysan? Gitqiramsan? Oi. Satu dia awak sepeda mal. Bu programmani suzuklik darajasi yuqori bo'lgan Oppo yonfillari alohida qo'llagan. I can stop the world from spinning, but you know I want to. So you and I could live forever. We could make 1,002. Both of my eyes were born for you. Don't you know it's true? When you see the light. Güzel dakikaların kuvvetisi Oppo foto yanfını. Çayxonamizni izchil talab qilib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkatiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Adil aka, bugun shu çayxonamizga bizningki muqam yurti Yakanda shu ma'rif sistemasida ishlayotgan bizning muzika o'qituvchisi Muhammad Eminjon Ahad efendimi Xinjiang San'at instituti maktabiga bir oylik bilim oshirishga kelib ekan. Mana bizning çayxonamizga bugun daxil bo'lib o'tiribdi. Shunga shu do'stimizni bir naqsha aytib berishga taklif qilsak qanday? Qarşılaylik. Bo'ladi. Satarım tar gecen rüssidir.
çalsam Aninki nalısıdın bin avani Ey bin avanın kümlünü alsam her kişiye derdi bu sayılsın azar aldı da oy almışsın var yürekte esun esar aldı da almışsın var yürekte esun esar aldı da Ben Suriye Allah cüdek Yetiye şarap aşrabiye entehu Ben Suriye Allah cüdek Yetiye şarap aşrabiye entehu Oh yeah Çarpırıp şiir Laptırar ben kuş bilem Dem davranaldı Çarpırıp şiir Laptırar ben kuş bilem Dem davranaldı Her kişiye bir katreyi hoş eylese ol vadı değil Hoş eylese avulda vadı değil Oh yeah Ol kıyamet Eklur erzini Cevaplar aldı da Ol kıyamet Eklur erzini Cevaplar aldı da Eldi meşrep İrmilim zahir sirim Bir ayağım Zahir sirim Ay ayağım Ay ay Eytip eytip Yılgaysel taşını Ay aldı da Eytip Yılgaysel taşını Ay aldı da
Eytip yığılğaysan aşığı Ayar aldıdan Eytip yığılğaysan aşığı Asar aldıdan Yar ey can aşığı yar aldıdan Ay rahmet muşu esil nakşılarını soğuqıgan aziz mehmanlarga muşu esil demlengen nazıl çiğimden bir piyaldım kuyup begeş bir adak çıkamam sizler kene. Heh, kene bir piyaldım kuyup birey. Kene mehmanlar, heh, çay içkeş. Kene. Ama yaxşı etmedinler cımı nakşılarını. Mu, doğru. Kene üçcanlarım çay içkeş Ödeklerimi su içidik ne to. Ulan su düşürüyor bir ben de çay içmeydik okşadı dedim. Heh, hoş kene mehmanlar. Çayxanımız isil joy, üzülmeydi o kademle. Tilden ketmez temleri, mikri dilge tutasqan. Qo'llab Oppo şirketi hemden bulup yıkındın, avam için her cayda zepmi ravan yol açkan. Aziz mehmanlar, isil demlengen nazıl çiğimini bugün muşunçilik tişidigan boldu. Kiler ketim, tekimi isil demlengen çaylarımızını ten içişkeymiz. Rahmet. Mikri muhabbet, dostluk makanı boğan çayxanımız sizlerine her vakit karşıladı. Kiler hep görüşelim. Hayır hoş.